Akalar yaxshi ketyapsizlarmi? Ma'qulmi avtobus? Go'zal aka. Go'zalmi? Hammaga tavsiya qilamiz. Rahmat aka, yaxshi yetib oling. Oq yo'l. Joylashinglar akalar. Aka yaxshimi avtobus? Ma'qulmi? Yoqdimi? Komfortmikan? Komfort. Nima deysiz aka avtobus haqida? Zo'r. Yaxshimi aka? Uni bagajga solmabsiz. Yaxshi yetib olinglar. Vatandoshlar, mana avtobusda har bitta sidinasida zaryadnilari bor, konditsioner, monitor, hamma jihozlari ishlaydi azizlar. Telefon qilaverasizlar bemalol. Assalomu alaykum azizlar. Toshkentdan Moskvaga chiqib ketib turgan bugungi avtobuslarimiz ko'rib turibsizlar akalar ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar, reyslarimiz har kuni bor deyarli. Mana bitta avtobusimiz Perimga chiqyapti bunisi. Mana bunisi Moskvaga chiqadi akalar ukalar. Ikkala avtobus ham bugun chiqib ketadi. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar mana Perim. Bunisi Moskva, bundan tashqari Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk, Nijniy Novgorod yo'nalishlarida avtobuslar bor akalar.